Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Farg'ona shahridagi obyektimizga keldik. Sizlarga tushuntirib o'tib ketsam. Birinchi qavatidagi xonani remont qilyapmiz. Mana musullarni ham chiqarib qo'yildi. Qani marhamat. Kirganda shu o'ng tomondagi obyekt xonamiz. Rahmonbek, qanaqa ishlar bo'lyapti bu yerda? Aka, bizda hozirda podключ olganmiz. Pollarimiz polni topli pol bo'ladi. Bu tarafda kuxnyamiz. Eski hojatxona mana bu yerda bo'lgan ekanda. Ha, shu yerda bo'ldi. Hozir endi o'rni almashdi, boshqa joyga bo'lyapti. Ha, bu yer korpol to'sirib, bu yer hol bo'ladi. Qismi bo'ladi. Bu yer gostiniyimiz. Mehmonxona shu yer bo'lyapti-da. Hozir pollar ham buziladi-da, mana yer. Ha, pollar buzilib, polni topli pol bo'ladi. Topli pol bo'lib, Radiator qo'yilmaydi, polnisti topli pol. Bu ham spalnimi? Bu yerimiz detskiy. Detskiy spalni. Ha, detskiy spalni bo'lyapti. Podvol bo'lyapti-ku. Ha, yaxshi. Bu yerimizda sanuzul aka. Sanuzil bu tomon bo'lyapti. Bu sanuzilimiz eski holati shu. Hozircha stol ishlatib turibdi. Undan keyin buzib boshqalardan chiroyli qilib beramiz. Yaxshi ishlar bo'lyapti-ku. Bu tomonda ham ikkinchi mehmonxona ekan. Ha, ikkinchi mehmonxona bu yerimizda. Hozir O'zbekistonda Farg'onada ish ketyapti ekan. Bitta gruppam shu yerda. Endi ikkinchi gruppamiz ham bor ekan. Ha, aka, aytgancha ikkinchi gruppamiz hozirda bo'sh. O'zbekiston bo'ylab xizmatlar bo'lsa, polni bitirib beramiz. Podключ remont xizmatlari bo'lsa, bitirib beramiz. Tushunarli. Demak do'stlar, eshitdinglar. O'zbekiston bo'ylab отельga xizmatlarni ham qilib boramiz bundan buyog'iga. Agar xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Shu отельga guruhga bog'lansanglar, nomerlar qoldirganmiz. Aloqaga chiqib, gaplashib, xizmatinglarni qildirishinglar mumkin.